Keldimi? Keldimi? O, как раз. Ya, assalomu alaykum. Assalom. Keling. Keling, Halima. Qalay ishlar? Yaxshi, rahmat. Keling, o'tiring, ko'rsatuvga chaqirdik. Rahmat kelganingiz uchun. Men o'ylamadim turib intervyu beraman. Xo'sh. Nima gaplar? Ko'rdim ko'rsatuvingni, takoy. Yorib yuboraman deb o'ylayapsan hammani. Mendan oldin nima ani kichkina keldimi deyman. Oti nima edi ani? Ratishga. Ahad qayim keldi. Ahad o'tirgan bo'lsa olib tashla iltimos. Men unda o'tirmayman. Tim bo'li bu meni ko'tarmaydi. So'latga qarab, Jafar menga ani ko'zlaring va bunaqalar qilib o'zingchi bir bor. Bu ham bo'lmaydi. Bu bilan bir xil bo'laman. O, ani kresloni olib kel menga. Zo'rchuvida ham menga alohida kreslo qo'yishadi. Hamma bunaqa barnida o'tiradi-yu. Bitta men aql o'qima. Bitta men kresloda o'tiraman. Buni oy, televizionni ham zo'r bo'ladi. Spetsiyani mana shuni qildilar. Yana qoqilsin, yiqilsin, hamma ko'rsin. Qani, ana. Bismillah. Qara, kamera yoqilmasdan oldin gaplashib olaylik. Ana qing'ir shu savollarni menga berma, Jafar. Devoraman, lekin xafa bo'lib qolasan. Aytib qo'yaman boshidan. Deb boshlaydigan intervyuing boshqacha bo'lib ketib qolishi mumkin. Hozir bir nos. Ey, mana qara. Bu yoqqa bu yoqqa kelsan, garang. O'ti nima edi, apani? Apani o'ti nima? Mana apani o'ti ertalab ovqat qiladi-ku, ertalab ovqat. Oshmi? Osh emas, nima sumalakni jo'rasi. Halisami? Halimmi? Halim, ha. Halim. Ha, bo'l. Ha? Nima deyapti? Ha? Nima deyapti? Yo'q, operator suratdan urmaydilar bizani, keyin chiqqandan keyin. Men mani kelsin, hamma urib tashlaydi deb o'ylayverasanlar. Sen bu narsa dedimmi hozir? Aytding-ku. Qara, Nasrinaning buzmalarini aytib qo'ya qoling. Yaxshi, yomonga yomonlar degan anaqa bor-da. Stil takoy. Davay, bos endi. Nima gaping bor? Xo'sh, endi Babir boshida bir duo qilaylik. Ilohim, ana shu ko'rsatuvimizda Xudoyim suv balosidan, o't balosidan, shikal balosidan, qovurg'alarimiz, oyoqlarimiz sinish balosidan maydalashma, omin Allohu akbar. Tilingga qarab ishingni olasan-da gaping, ha. Boshlik qol. Menimcha unaqa vaqtim ko'p emas-da, bolalar. Endi sen boshqalardan boshqacha bo'ladi. Yorib yuboraman, chidadi deydi. Qani kimga chidar ekan? Davay. Mengacha seryozni boshdan aytib qo'ya qolay, ani isterika qilib, bir balolar qilib, skoriyni chaqirib, anaqa agar sal cho'chiyotgan bo'lsang, men lekin kimnidir urganimni eshitganmisan, jurnalistlardan, blogerlardan kimnidir kalta yeganini ko'rganmisan? Yo'q, bo'l, senga ham hech kim tegmaydi, hozir nima u, terpiylaringni bilaman, tim bo'li. Nima qilaman? Shuning uchun chiroyli gaplashib bosamiz. Siz teatrlarga, spektakllarga tomoshabin sifatida bormasligingiz sababi shu o'rindiqlarmi? Ko'zim botib ketadi-da o'shaning uchun. Endi shunaqa bema'ni savolga bema'ni javob berishim kerak edi, nima deb aytdim? Tushunarli. Davom ettirchi. Bizning bosh homiy Sergeli uylari Menga nima hozir bu reklama tiqishtiryapsa? Prичем o Sergeli uylari bo'tdi. Yo'q, reklama qilishim kerak. Yo'q, reklamani men siz olib, buni alohida kadrda olib Bosh homiy Sergeli uylari bor. Monoliti 500 eng qimmat betondan qurilgan. Shu Sergeli City domlarini nega baquvvatligini ustiga chiqib sakrab ko'raman. Agar buzilmasa, demak shu zo'r dom bo'ladi. Afsuski, Marat meni reklamaga olmagan. Xo'sh, davom ettir. Yo'q, Marat menga aytdi to'g'risi anaqa nima uchun uylari baquvvatligini. Siz o'z suyak tuzilishlaringizni anaqa rengen rasmini bergan ekansiz, o'shanga qarab qurgan ekan.
1000 qimillasa ham tushmas ekan. Alohida temada, Marat. Qivol reklamani. Yo'q, qivol men o'zim gaplashib olaman ki, qivol. Marat qilgan bizneslarni hammasini qilganman, hech bir men guram bo'lmadim, shuncha biznesi bor. Yo otimni o'zgartirsammi? Nima deb o'zgartirasan endi? Endi mana Jafar desa, tuyalar, issiq, quyosh, suvsizlik, mana ketolmayman. Tuya cho'lda hammom orzu qilgan stilda taka shunaqa. Xo'p, endi mana Marat deb ko'ring, yaxta. Men qara, Maratvich bo'lmaysanmi? Mas shabar bilan, mashinani. Tuya hammom orzu qilibdi, vichole deydi, yana o'shanda bo'lib yurasan. Otimni o'zgartiraman. Ya. Qo'y. Eshikni bo'yab qo'ysa zebra bo'lmaydi deydi. O'qa. Mana qara, kim maqol menga tegishli emasmi? Yo'q dur. Sen boy so'rading-a, hali urmaydimi deb yo'q dur. Уже hozir bu komanda senga emas, menga quloq soladi hozir. Jafar ismining ma'nosi nima o'zi? Juda zo'r inson ma'nosi. Ne, seryozni aytaman. Seryozni? YouTube'ga kirib ham bilib olaman, o'zi umuman aytaman. Men tasavvur qilishim uchun nima deb ta'riflanasan o'zi sen? Jafarmi? Ha. Hech kimdan tayoq yemagan degan ma'nosi. Qo'yga, cho'pchini o'qima, Halimani so'rasang, men aytib berishim mumkin ma'nosini. Yumshoq, halimdek yumshoq, oqil ayol degan ma'nosi, lekin menda nimagadir naprotromi bilmayman. Ozish uchun yemaslik kerak ekan. Keyin qanaqa qilib yemasa qanaqa yashaymiz? Nima yemaslik kerak tushunmadim hozir. Hech narsa yemas kerak ekan. O'laman unda. Dalbo'tmisan? To'g'risi qatdan qo'y. Qanaqa demak odam o'zi konchillik bo'lish kerak-da yemaslik uchun. Bo'ldi, yemasang, suv ichmasang bir 10 kunda o'lasan-da. Mana yo'li bor-ku, yordam bermaydi. Bu o'zini ishi, u semiz degani, faqat bu yashashda bir 50 kilo mana yo'li turib beradi, yasha olaysan degani emas. Biz buni bunday teshib bu yoqqa urib yormaymiz, to'g'rimi? Ozish uchun non yemaslik mumkin, shirinlik yemaslik mumkin. Endi ancha savollar berayotganing qara. Ho endi semizsan, ozgin degan narsaga olib kelyapsan ham unaqa qilib, to'g'rimi? Yo'q. Yo, balki endi kimdir sizga uxlashdan oldin yeyish kerak emas degan bo'lsa, siz yemasdan oldin uxlash kerak emas deb balki tushungan. Nima tun kun emasmish kun nima deding hozir? Yo'q, sen dalsan, yo'q men dalman hozir o'tdi. Jafar, bu ko'rsatuvingda gapirsang ham bo'ladimi, yo sen savollarni eshitib o'tirishim kerakmi? Yo, chida yulduzimda chidash kerak. Yo'q, gapirsangiz bo'ladi. Endi qanaqa chida, nima deganing? Chidash kerak. Nima? Sen meni nima desamki, o'tpetga tergovga olib kirdingmi? Chidagin, gapingni ichingga yutib, dardingni aytolmay, mana shunaqa demoqchisan. Oxiri nima bilan tugaydi bu narsa? Yo'q, gapirsangiz bo'ladi, faqat meni maqtasangiz, bundoq молодец desangiz bu agar so'kin nima masala maqtayman, ha? Nima karomat ko'rsatib qo'ygansanki, men senga maqtayman. Menga nisbatan bir bayram bilan tabrikladingmi? Yo birani opa deb bunda patxot qilishni bildingmi? Tabriklang. Qayerdan? O'zim tabriklab bo'ldim kecha mashinada bayroq ko'tarib. Yo, so'kinsiz kesib tashlaymiz bizlar. Qirqsan, qirqmagin. Qaysi birini qirqasan? Sanmi? Sen qirqasanmi? Ha? Sanmi? Yo'q. Men bu qirqadi, men kamera qirqadim. Sen qirqasanmi hozir? Qo'lingni qirqib tashlayman. Turaversan, nima har doim faqat yaxshi tarafini qo'yasanlar-da, o'zlaringcha nima menga qo'ling siltaysan, bu yoqqa. Bu yoqqa. Voy. Komandang bilan menga provokatsiya qilmalar-ey. Kim oladi endi u? Kamerani yoqib o'tiribdi-yu, nima qolganini o'zing bilasan, qayerdan bilaman kim oladi. Meni asabimni tegma, Jafar masalan bosh tegdi. Menga ani qiluq-qichuv nimalaringni qilmagin deb bor-ku. O'sha bola o'zi kelganda basharasi yoqmadi, ani qo'rqibsirab, mana qilib gapiryapti. Bolalar aytib qo'ya qoling. Qars ikki qo'ldan chiqadi. Menga ham farqi yo'q. To'g'risi men chaqirdi, hurmatini qilib keldim. Voy.
Nima endi kaskadan o'tmaydi deb o'ylayapsanmi hozir ishdami? Yana. Marat berdimi? Stroykada yuradigan shapkani. U ham biladi. Ha, Halimpa bilanmi degan. Bronzlet bermabdi-da ustingga. Bitta savolim bor-da, bashariyat necha o'qiyapsan hozir bor-ku? Yo'q. Ha. Bahodir Jalolov bilan urushasizmi? Men sizga pul tikaman. Voy. Bitta gap shunaqa keldi bor-ku, ishon. Shunaqani bo'lib qoladi-yu. Birosa hozir bu salla 40 ming sallada shu joyni keyin baho bilan meni necha o'qib qo'ysalar-da, hozir bor-ku. Menga ishlamaydi. Opa, men o Jafarni menga qo'yib bering deydi. Men uni 100 talik bilaman, bor-ku. Aralashtirma, seryozni aytayman. Men senga aytdim, aralashtirma. Jamshid, bu yoqqa. Ha, aka, nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti-yu? Yo, bu chempion. Nima bo'yicha chempion bu? Tishga o'lash bo'yicha chempionmi? Zubachskaga o'xshaydi-ku buni. Nima bunga qarayapsan? Yo, buni men agar chempionlarning oti bilan chaqirsam chempion bo'ladi ertaga. Sen bunga oldin ovqat bu narsa ber, kaloriyali, bunda baquvvat bo'ladigan zallaga chiqsa. Bu nima bu? Yurishini qara. Telefimda uchoq. Bor, narvoda o'ynang, bor, o'zing ko'changda trotuarlarda o'ynagin, bolajonim bor. Aha. Voy, Kichkina mashinangizni zo'r olibsiz-a? Elektriskimi? Udobno ekanda, shuni mashin bilan birga uyga kirib ketib, zaryadka qilib qo'yib, bemalol. Mashina bilan uy kirib ketmayman, olib kiriladi. Uyni ichigacha olib kirasizmi? Uy ichigacha qaysi jinni mashina uyga olib kiradi? Yo'ligacha ham kiradi. Sizlar mashinanglar nima zalda turadimi? Qayerda turadi sizlarniki? Ispanliyadami? Xotinning o'rniga mashinami? Yo'q, uyda, ko'chada. Ko'chada dom turasanmi? Ha, men mahallada turaman-da, uchastkada. Yo'lida turadi. Yo'q, menga aytishdi-da, unda bemalol uyga ko'tarib olib kirib ketishga o'shaning uchun ham udobno. Kim aytdi shuni? Mana bu. Sen aytding-ku. Ne, men qara, Jafar, seryoznilashinglar bor-ku, men olib qochib, detskiy gaplar, bolalar, qishda bolalaring bor-ku. Shon to'dalanib ketdi-yu shunaqa joylar. Men senga rost akasini aytaman. Siz singlingizni ko'p maqtaysiz-a Instagramda. Qaysi singlimmi? Yulduz Usmonova. Voy, jiddiroqsa, Yulduz Usmonova singlimmi? Nabarot emasmi? Yo'q, demak, Botir Qodirov ham opachasi emassiz. Shohjahonni ham xolasi emassiz, Zohirni ham ammasi emassiz-a, значит. Ona enerimi? Yana nima kerak? Kimni? Bir marta aytiladi. Qanday tushunding? Sen anaqa dalbo'ychi savollaring, mana shunaqa dalbo'ychi, razvorot, переворот bo'lgan javob bo'ladi-da. Qanaqa javob bo'lish kerak? Onajon. Onajon. Meni oq yuvib, oq tarab shuncha yillar katta qilib bir og'iz gapirmay. Onajon. Meni o'z ko'z yoshlaringiz bilan katta qilib, otam kimligini bir og'iz zayol qilding. Uyda aytasan monologingni o'qi tez-tez. Bu senga, bu meni onam ko'rsatuv emas. Menga o'xshab o'zingchi bir bola qasidalaringni aytasan, to'tirib olib. O'z qayerdan ham keldim o'zi bilan. Ha. Dono olimlarni kitobi topilibdi, birinchi varog'ini topishibdi. Unda insonga eng foydali narsa bu suv deb yozilgan ekan. Ha, nechidir foizi insonda suvda o'zi badanida. Ya, o'shani ikkinchi varog'i topilibdi. Yo'q, aynan flavis suv deb yozilgan ekan. O'sha menga umuman aloqa, mana bu kadrda olmalaring, menga pul to'lamagan bor. Donolar topgan suv. Dono odamlar oldin ham tuyalarda uzoq safarlarga chiqishsa, ana shu flavis suvni ichishgan ekan.
Bo'ldi reklama, yana nimadir deyman. Anor suvlari va limonliklari bor buni. Zo'r suvlar juda ham foyda beradi. Mana Flavis reklama qildim, bo'ldi. Rahmat. Yo'q, anonsi bor ekan buni, mana. Flavis suvlari ingliz tilida bilasizmi nima degan? Ha? Eng dietetический ozdiradigan yaxshi suv degani. Odamchi mana semiz bo'ladi deydi-yu, semiz a. U ham yo'qqanga yo'qadi. Mana masalan, o'sha Ahran degan oting nima sani? O'zingcha qiluv qilding hozir. Nima oting sani? Jamshidmi? Xotining bormi? Semizmi, ozg'inmi? Semiz bo'lganda voy onasini emsin boru. Ikkita shaq-shaqdan bitta bum yaxshi ishon. Masalan, yuztal. Nima to'g'risi-da. To'pda hali gap aytsam, ham bo'lmasam, xolasang. Butun bola tug'ilish uchun baquvvat bo'lish kerak. Xuddi shu gaplar yozilgan mana Flavis suvida. Bor suving. Ikkita shaq-shaqdan bitta bum yaxshi deb reklama qildim. I love you degan so'zi ma'nosi nima? Seni sevaman. Nima edi? Mencha o'zi ingliz tilida o'sha 4 ta so'zni bilaman, zato qo'ylataman. Ana, ko'rdingizmi? Sizda ham noto'g'ri o'rgatishgan ingliz tilini. Ingliz tilida I love you degan so'zni to'g'ri ma'nosi aslida poy qadam tushonka degani. I poy qadam, love tushonka, you sen uchun degani. Eslab qoling, mana gipnoz eslab qoling. Mana poy qadam tushonkalarini yesang gipnoz poy qadam eslab qoling poy qadam. Endi nechta kuylar eritgansiz desam, endi shunaqa gap bor, unaqa deya olmayman. Xo'p, nechta taroz sindirgansiz? Boshqa sindirmaganman. Taroz esimda yo'q, lekin sandakani daffigasini bor sindirib lamat qilib tashlaganimni bilaman. Uni travmatologiya больницаларdan so'rab surishtirib olsang bo'ladi. Zaybal qilding, borga o'zi asabim buzilib turibdi. Pashon bo'tda, namti tiqding mashinani. Yani yo'q, to'rimga kamera qo'yib qo'ygani qal, basharamga. Jafar men bilan o'ynashma, asabim buzilyapti уже boru. Qaray, shogirdga tashib yubormasin 5-tajdan. Haq tashiydi, menga qara. Men уже otimni eshitaman, xina eshitadi-yu. Chichib qo'yadi shu bola, 100 talik boru. O'ralashtirma, Jafar ko'rolsan, o'zi asabim buzilyapti. Men proyektin poddержкаga kelganman. Chida yulduz asablar ichi anaqalar, uspokayительный ichib, mayli nima desa ham bo'ldi, bola jonim deb turaman desam, anaqalarni tiqib qo'ysam menga, zo'bachskalarni. Ehtiyotlik zamon talabi. Tushuntira oldimmi? Olovuddinga aylanib qolsangiz, ertagidagi Olovuddinga. Xo'sh, jinni bilaman nima qilishingizni, 3 ta tilak aytasiz. Ana maymunchani ham bir bola qilib, nimadir qilasiz. Uni ham gilamni nima qilasiz? U bar ucha olmaydi-da. Ucha olmaydi, bas ko'tara olmaydi degan. O'shada siz bilan ucha olmasa, ko'tara olmasa nima qilib bering menga uni. Maqaman senga berib, shuni mayus ko'zlaringga beraman gilamni. Agar Xorazmda, Urganchda gilam nomer 1 do'koni bor. Ana shu do'kondan agar gilam aytsangiz, любой joyga uchirib olib borib keladi. Ship etib. O'tgan ko'rsatuvimizda Ahad Qayum yomonladi sizni. Basharasiga uni nima deb yomonladi? Halima opa doim Ahadjon kinolaringga o'ynay deb iltimos qiladi dedi, lekin kadrga sig'dira olmayman opamni. Men aytganim yo'q, Ahad Qayum aytdi. Zapis bormi? Bor zapis bor. Bormi? Точнimi? Mana chakini og'riqlari ketibdi shekilli. Mashlaridan endi naqalardan berib adarishim kerak ekan. Yo, elchiga aytiladi, uriladi bu narsa. Yo, o'ziga o'ylab ko'r. Aldayotgan bo'lsangiz sen yeysan. Agar menga dokazat qilib bersang, men xatni bir degani topib olib keltiraman, boru.
Yo'q, u aytdi, lekin esida yo'q ekan hozir. O'zi shu kaltadan kelsa, yarroq bo'lib qolgan bola. Chida yulduzim eng zo'r ko'rsatuv. Jafar butun umrimda bergan intervyu olgan odamlarni eng zo'ri shu ekan deb ayta olasizmi? Men shunday deb ayting deydi. Men nima sizga? Men nima senga? Yomon gapirmadim. Asabimchi meni. Asabingizga tekkanim yo'q-ku. Точнimi? Men aytmayman. Ha, maqtang bir marta. Tekinga chiqmaydi shu optoga. Ona qarg'ishi degan atir chiqaribsiz. Hozir seni proyektingni va maqtamaganimga sen meni hozir brendimga til tekkizib Yo'q, ko'rdim shunaqa. Ona qarg'ishi? Ha, mana bu aytdim. Sen aytdingmi? Sen xillab ko'rdingmi? Sen o'sha atirni sepgan, o'zingni sherdek his qilasan. Sherdek. Chigirtkalar uchun emas u. Ona sher atiri u. Ha, ona shermi? Ona sher. Ona sher. Motivatsionniy atir u. Sen laklashib qolgan erkaklar sevsa, erkak birovdan kaltayib, fingal bo'lib yurgan ayollarga duh beradigan atir. Yo'q, o'zi bizning yoshlikdan sherlar o'g'il bola bo'lardi. Bu ona sher. Ona sher nimaroqmi? Lakroq. Ona sheri ona yo'q. Sher Arslonning xotini ona sher bo'ladimi? Yo'q. Qirol sherni ko'rganmisan multfilmni? Ha? O'shanda ana Skar amaki bor, Skarmi nima oti? O'sha shakallar bilan turgan bo'ladi-da, keyin aytadi, "Sen deydi, o'qib keldingmi?" deydi. O'sha qirolning xotiniga aytadi, ona sherga aytadi. Atrofini polnik shakallar egallaydi, senga o'xshagan. Mashina boshini ko'tarib oldiga boradi-da, "Men hamma narsani yeb bo'ldikmi?" mana shunaqa deydi. Lekin mag'rur u. Chunki ona biladi, qayerdadir o'sha simbasi bor-da buni. Kelib uni qopiga soladi. Mintali, ana shakallar bor-ku. Shakal, tushundingmi? Ana kichkinaligidan o'ynab yemoqchi bo'ladi. Shunaqa 3 ta shakal bor. Sizlarga tegishli emas, endi 3 ta bo'lgani uchun. Atirimni eng oliy maqsadi o'zini hammadan himoya qila olmaydigan, kaltayib yurgan, eridan sovigan, qaynonasidan gap eshitgan, hayotda ma'nan o'zini cho'kkan xotinlar shu atirni sepsa, mashina ko'tarilish uchun yaratilgan narsa. Itakji erkaklarga sal qo'shib qotdi hozir. O'sha sepsa, o'sha duh beradi. Men erkak ekanman, deydigan joyi bo'ladi-da, tushundingmi? Shuning uchun ona sher. O'sha multfilmdagi sher atirni sepgan. Sen bo'lsang menda ma'alim. Hozir shuncha narsa perejvat qilib gapiryapman, asabim qo'zitma meni. Yo'q, Simba sepgan dedingizmi? Dedim. Hop. Hop. Ana ozg'in odamga qaraganda to'laroq odam suvda cho'kmaydi deyshadi. Soqoli bor, boshida kaskasi bor-da, boshi og'irroq bo'lib turadi. Mashina borib to'g'ri sanchiladi, suvga chiqmaydi. Tim bo'li ustida 3-4 mil tursam, tushundingmi? Bizani Xudo yaxshi ko'radi, cho'ktirmaydi o'shaning uchun. Do'mbillab yursin deydi. Keyin itam suyini g'ajimaydi. Bor yog'lig'iga, go'shtligiga yopishadi-da. Shunaqa narsaga olib keldingki, kecha meni ozg'in ko'rgansan, bugun men shunaqa to'lib bo'lib semiz bo'lib oldim. Sen nazaringda ozish, cho'kmaslik degan narsa bor. Jafar, prosta uka mana bunaqa narsa bor-da. Mana kaskalaring, mana bunaqalar bor-ku. Prosta bratishkasan, men senga indayotganim yo'q, to'g'risi. Men bilasan, ahaddan so'rasang, mana hammani senga lichni tushuntirib beradi nimaligini. Stop degan menda gapim bor senda. Stop degan kamerangga bu tugadimi? Tugadimi? Yo'q, tugamadimi? Stop. Ha? Gaplashamiz. Sen bilan bunaqa kelishmagandim bor, naqo. Siz shunaqa gaplarim bor. Daraman Jafar seni, lekin men chaqirib olding, hurmatingga keldim, lekin qilding lekin.
Bitaramasman, senga hali atletlarim bor, qarab turgin. Bo'ldi, to'xta, oxirini boshqa gap gapiraman, o'shani montaj qilib yuborasan. Mana bugun tugadi deb urgan joyimizni qo'ymaymiz, xo'p? Mana shu bilan ko'rsatuvimiz to'xtamiz, o'zimniki olay. Eng chiroyli tugadi. Ko'rdingizlarmi? Bachalar chiroyli tugadi. Nimaymush hali men cho'qirasan, uyil deb tayoq yeysan, qovurg'alaringni sindirib tashlaydi, boshqa qiladi. Hech kim Xudoga shukr hech narsa qilmadi. Ana endi ilohim kamerlarni bir yaxshilab o'chiringlar-da. Bor egasiga olib borib zatarang qilibdi montaj qilaylik. Allohu akbar. Jafar aka. Ha, Sizni chaqirishyapti. kim? Halim opam. Halim opam sizni so'rayaptilar. Ibi. Kelmadi bugun ishga degan. Voy. Xos ko'rishdingiz-ku? Rostdan ko'r. Ha. So'rayaptilar. Jafar chaqirib yubor uka. Bu yoqqa qarab ol, ishim bor. Opajonim, men Ya, normalniy bu yoqqa qarab ol, senda ishim bor-da. Qo'y asabim tegma, hammani oldi bu yoqqa. Ya qo'ying, to'g'risi, men bu bosh xotirma, bu yoqqa chiqqan ishim bor. Yo'q, siz boshida o'qidim savolga xo'p dedingiz. Yo'q, men to'g'ri tushuning, savollar o'zi kelishib olganmiz, boshqa qilganmiz. Masalan, kelishib mana 5 oling, 5 oling. Yo'q, nimaga men kelishim kerak? 5 oling, xo'p 5. Olmayman, olmasam. Nima dedingsan menga? Yo'q, ishni. Yo'q, nima dedingsan menga? Sen bilan boshqacha gaplashgan. Yo'q, opa. Sen bilan boshqacha gaplashgan. Nima, men mashinani zavod qilib turgan. Yana Jafar, qilma, tushundingmi? Bo'ldi, Tushundingmi? Yo'q, men tushundim. Baribir televiziya bo'lish kerak ayol kishi bilan, to'g'rimi? To'g'ri. Yo'q, qo'yib bersang bo'ldimi? Xohlagan, yo'q kelib ishga olib ketishimni xohlaysan. Yo'q, opajonim, men xafa emasman. Yo'q, men xafaman. Chunki men sen bilan bunaqa tema gaplashib ketdim. Sen meni imенно shaxsiyatimga tegsan deb hisoblamadim-da. Addushi sen bilan biz kollega bo'lganimiz uchun davay qilib, addushi qilgani keldim, bor-ku. Mendan o'tgan bo'lsa, ming bor uzr. Kechiring. Yo'qotay kamerangni.